Mandan jigari tozalovchi o'zingiz bilgan eng samarali usul bo'lsa ayting debsiz. Jigar qanaqadir kir azomas, uni nimadir qilib tozalashga hech qanaqa hojati yo'q. Agar dorilar ko'p ichilgan bo'lsa, qanaqadir kasallik tufayli nurlimi, qanaqadir ximiyalar yoki ukol dorilar qabul qilingan bo'lsa va shuni natijasida jigarga nagruzka tushgan bo'lsa, unda gepatoprotektorlar bilan jigarni himoyalash mumkin. Endi qanaqa kasallik bo'lgan u yoqda, nima dorilar qabul qilingan, o'shandan kelib chiqib davolovchi vrach sizga gepatoprotektorlarni yozib beradi. Umuman organizmni tozalovchi eng yaxshi men bilgan usul bir kunda 2 litr va undan ko'p miqdorda suyuqlik ichish, toza ichimlik suvi. Bu qanaqadir kompotlar yoki ovqat tarkibidagi suv yoki shirin choy, kofe, mana shulardan tashqari holatda.